qarshilik ko'rsata olgani yo'q. Shvetsariya ham yaxshigina yo'l bosib o'tdi, qadrli do'stlar. Bularning barchasi haqida yana to'xtalish uchun bizda yetarlicha vaqt bo'ladi. Jamoalar BC Play stadioniga chiqib yurishmoqda. Odatga ko'ra, ikki davlat madhiyalari futbolchilar o'rtada maydonga joylashgandan keyin endi ko'nikib bo'ldik Sanjar. Ya'ni boshida odatiy bo'lmagan-ku, o'sha futbolchilarning barchasi chiqib olib stadionda madhiyani tinglashi, kuylashi, ammo bu jarayon hammamiz uchun odatiga aylanib bo'ldi va qasddan ma'noda to'lqinlantiradi butun jamoa. Qo'shilaman, haqiqatan ham ushbu jahon chempionati bizga bir qancha yangiliklarni, know-howlarni beryapti, syurprizlar ham bo'lmoqda. Qolaversa, umuman mana shu turnir davomida chorak finalga yo'l olgan kutilmagan jamoalar ham bo'ldi. Bugungi uchrashuv qanday bo'ladi? Yaqin 90 daqiqa ichida bilib olamiz, balki undan ham ko'proq davom etishi mumkin. Bugungi uchrashuv barchasini mana shu Vankuverdagi BC Play stadionida bilib olamiz. Demak, jamoalar maydonda, maydonning qoq markazida jam bo'lishdi va hozir har ikkala mamlakat madhiyalari yangraydi.